Assalomu alaykum, hörmətli qarindoshlar. Hammanglarning Ramazon ayinglarga muborak bo'lsin. Tuanda Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sürgünlüğü hökumetining Ramazon ayi tabriknomasini diqqətinizə sunumuz. Assalomu alaykum Sharq Turkiston xalqi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammamizning Ramazon ayimiz muborak bo'lsin. Janobi Alloh bu ulug' oyda hammamizning gunohlarimizni mag'firat qilsin. Dualarımızı ve kılgan ibadetlerimizni qabul qilsin. Neticede bizni ma'naviy kasalliklarimizdan saqaytib, Allah rızası için vatan millatga jonli xizmat qiladigan ruhiy kuch, sog'lom iroda, sharafli insonlarga xos fidokorlik va qadrdan insonlarga xos vafo ato qilsin. Amin. Qarindoshlar, ulug' Ramazon oyida Ramazon tutish islomdagi eng asosli bash farzning biridir. Ramazondagi bu ro'zani faqatla Allah buyurganligi uchun, Allahni rozi qilish uchun tutamiz. Xitoy tajovuzchilarining vatanimiz Sharq Turkistonni besib olishi natijasida va bizni ma'naviy to'rikimiz islomiyatdan ayiritish uchun elib borgan zulmlari natijasida biz o'z dinimizning amr farmonlarini o'rganishdan mahrum qoldik. Egimiz Alloh bizni afv qilsin. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sürgünlüğü Hökumeti Təşviqat Ministerligi ulug' dinimiz islomning asosli bash farzlaridan biri bo'lgan Ramazon tutish ibodatining hikmatlaridan ba'zisini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Chunki Ramazon ro'zasining mohiyatini tushunish uchun bu ibodatning hikmatlariga nazar solishimiz lozim. Birinchi, Janobi Alloh Ramazon ro'zasini bizga farz qilish orqali o'z rububiyatini, ya'ni koinotdagi hamma mavjudotni va hadislarni bevosita o'z kontrolida tutayotganligini bizga izhor qilishni xohlagan. Ya'ni Janobi Alloh yer yuzini buyuk bir do'stqon mohiyatida yaratib, butun ne'matlarni u do'stqonga tizib, o'zining bizga naqadar mehribon ekanligini, rahim shafqatli ekanligini, naqadar yaxshi bir ta'riflovchi va parvash qiluvchi ekanligini izhor qilmoqchi bo'lgan. Ammo insonlar g'aflat pardasi ostida va yashash halakchiligida Allohning bu murodini haqiqiy ravishda ko'rolmaydi. Shuning uchun Alloh Ramazon ro'zasini farz qilgan. Chunki insonlar ro'za tutish orqali Allohning ne'matlarini tunaydi, qadriga yetadi va bu orqali Allohning bizni naqadar suydiganligini tunib yetib, shukr qiladi. Natijada Allohni sevishga boshlaydi va Alloh buyurgan solih amallarni qilish orqali dunyo va oxiratda baxtli yashaydi. Ikkinchi, Janobi Alloh Ramazon ro'zasini bizga farz qilish orqali ijtimoiy hayotimizning go'zal bo'lishini xohlagan. İnsanlar hayat kechirish nuqtasida nihoyatda farqli yaratilgan. Janobi Alloh bu farq tufayli boylarni faqirlarga yordam qilishga buyurgan. Halbuki boylar faqirlarning ocharchilik va yo'qsullik dardini faqatla Ramazon ro'zasini ado qilish jarayonida to'liq his qila oladi. Agar Ramazon ro'zasi bo'lmasa edi, boylar faqirlarning holini haqiqiy turda bilolmas edi. Janobi Alloh Ramazon ro'zasi orqali insoniyatning yaratilishda, ojizlikda va muhtojlikda o'xshash ekanligini, shuning uchun insoniyatning bir-biriga yordamlashish kerakligini e'lon qilgan. 3. Janobi Alloh Ramazon ro'zasini bizga farz qilish orqali eng ichki dushmanimiz bo'lgan nafsimizni tarbiyalab, kontrolimiz ostida o'tishimizni xohlagan. Chunki insonning nafsi o'zini erkin, o'ziga o'zi xo'ja deb qaraydi va shundoq bo'lishini xohlaydi. Hatto o'zini mavhum bir shaklda ilohlik maqomiga loyiq ko'radi. Shu vajdan bu qadar ko'p ne'matlarning Allah tarafidan berilganligini o'ylashni xohlamaydi. Xususan, dunyolik sarvati ko'p, moddiy kuchi ortiq va Allohdan g'ofil kishilar butunlay ko'ngli qaralishib, Allohning ne'matlarini o'g'ri va bulongchilar kabi o'zining qilib oladi va hayvonlar kabi parvosiz yeb ichadi. Shuning uchun Alloh Ramazon ro'zasini bizga farz qilib, bizga ro'za tutqizish orqali boy bo'lsin yoki faqir bo'lsin, hammamizning go'sht, tuyak va qondan yaratilgan o'xshash ojiz, faqir, muhtoj bandalar ekanligimizni o'zimizga his qildirishni xohlagan va bu orqali nafsimizdan iborat mavhum ilohni yo'q qilib, bizni kibr va shirkdan qutqizib, dunyo va oxiratda baxtli yashashimizni xohlagan. Inson Allohdan uzoqlashgan sari nafsi u nisbatda kuchlanadi, yo'g'inaydi, yovuzlashadi va kirlanadi. Inson Allohga yaqinlashgan sari nafsi bu nisbatda ojizlaydi, kichiklaydi va pokizlashadi. İnsan nefsi pakizlashgan sari insonning ruhi kuchlanadi, irodasi jonlanadi, g'ayrat jasorati oshadi. Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmas holatga keladi. Yaxshi ko'rsimi Alloh rizosi uchun yaxshi ko'radi, yomon ko'rsimi Alloh rizosi uchun yomon ko'radi. Allohning mahluqotlarini Alloh yaratganlik uchun so'yadi. Bundaq kishining do'st va dushmani aniq bo'ladi. Bundaq kishining inqilob g'oyasi aniq, maydoni aniq va bayraqi ro'shan bo'ladi. Shuning uchun Alloh Ramazon ro'zasini nafsimizni tarbiyalab, yaramliq insonlardan bo'lishimiz uchun, o'zimizni va boshqalarni zararlardan qo'g'dishimiz uchun va bizning dunyo va oxiratda baxtli yashashimiz uchun farz qildi. Qarindoshlar,
Ramazan ro'zasining mohiyati va hikmatlarini bir chaqiriqda so'zlab bo'lish mumkin emas. Ramazonning hikmatlarini keyin yana davom qilamiz inshaalloh. Ammo mening Ramazon oyi munosabati bilan sizlarga deydiganim shulardan iborat. Qarindoshlar, vatanimiz Sharq Turkiston Xitoy tajovuzchilarining ishg'oli ostida yanchilyotidi. Ayol butun millatimiz Xitoy tajovuzchilari tarafidan xorlanayotidi. İffet nomusimiz çaylanayotidi. Buning uchun vatanimizni Xitoy tajovuzchilaridan qaytarib elish farz. Vatanimizning mustaqilligini asliga keltirishimiz farz. Bu farzni ado qilishimiz uchun Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurash qilishimiz farz. Kurash qilish uchun kuch to'plash va chiniqish lozim. Kuch to'plash uchun haqiqat ustida ittifoqlashish va birlashish lozim. Biz Sharq Turkiston xalqi uchun faqat birla haqiqat bor. U bo'lsa mustaqillik. Mustaqillikdan boshqa yo'l qutulish yo'li emas, balki yo'qolish yo'lidir. Mustaqillik yo'lida birlashaylik. Xitoy ta'siriga uchirmagan insonlarni o'zimizga rahbar qilaylik. İnqilab sepiga kirib olgan yuzsiz xoinlardan hazar aylaylik. Bu ulug' Ramazon oyida Ramazon tutish orqali ruhimizni pokizlaylik. Allohga duo qilaylik. Xitoy tajovuzchilariga qarshi chiqmay, sharmandalarcha yotgan gunohimizga istig'for aytaylik. Tövbe qilaylik. Allohning koinotning va butun mavjudotning egisi ekanligini unutmaylik. Ramazon tutish orqali ochliqqa, ustsizlikqa chidashni, g'ayvat shikoyat qilmaslikni, fitna fasod chiqarmaslikni mashq qilaylik. O'z xalqimizga yomonlik qilmaslikni mashq qilaylik. Bir-birimizga yordam qilishni, bir-birimizni so'yishni, bir-birimizni to'g'ri tushunishni, samimiy bo'lishni mashq qilaylik. Egimiz Alloh Ramazon oyida qilgan ibodatlarimizni qabul qilib, millatimizni afv qilsin. Millatimizga eng qisqa zamonda ittifoqlik va g'alaba ato qilsin. Eng qisqa zamonda Sharq Turkistonning mustaqilligini birga tabriklashga nasib qilsin. Amin. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sürgündü Hükümeti 2022 yılı 4. ayının 1. günü. Hürmetli qarindoshlar, bizga vaqt ayırganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda görüşkicha Allohga omonat bo'lgaysizlar.